qilgan ish topolmay qo'li bo'shab qoldi deguncha ukasini urib oladigan akalar bo'ladi. Men kalta ish bo'yicha faxriy yo'llar olgan ukalardan so'ramoqchiman-da. Shu qaysi duoda o'qib olsam edi urayotganda odam kalta yeganda kalta yeyish mumkin. Meni kalta yeyotganimni ko'rgan itlar shunday qarab, yaxshi ham odam bo'lib tug'ilib olmaganman deydi-da, to'g'risi bu. Eng qizig'i mana oddiy kun, oddiy o'tiribsiz, oddiy holatda jumlamizda o'tiribman. Akam ham o'tirib choy ichib, "Seni qizing bormi?" deydi. Uylanmagan bo'lsa ham mayli ekan. Nima ishingiz bor, meni qizim bormi, yo'qmi? Siz o'zingiz uylanmasiz ham mayli ekan. 97 ga kiryapsiz, to'g'risi bu. Otamdan 3 sinf past o'qigansiz. So'ramang u narsani, nima qilasiz? Bor desam nima o'zgaradi? Uylanmadingiz u. To'g'rimi? To'g'ri. Eng qizig'i siz Realchi akangiz Barsa cho'p bo'lsa ham g'alati bo'ladi, bilasizlar? Real yutsa ham El Clasico'da babi kaltaysiz. Lekin Real yutdi, atay ko'rmayman deb uxlab yotibman, futbolkamdan tortib turgizyapti. Ustoyi ancha futbolkadan tortishga.